Eron nega arab davlatlariga hujum qilmoqda? Opajon! Opa! Axir Eronga qarshi urushni arablar emas, Isroil va Amerika boshladi-ku. Oldindagi 3 daqiqa davomida ushbu savolga Esingni eganmisan o'g'lay? Nima ortingdan it qudimi, shunchalik ham yugurasanmi? Sal o'zingni bosib olsang bo'lmaydimi? 30 ga chiqyapsan. Sen tengilar o'zi biznes qilib million pul topyapti. Sal og'ir bosib bo'lsang bo'lmaydimi? Qachongacha shunaqa yurmoqchisan? Bu yurishingda ish ham topolmaysan magistr diploming bilan. Ahmoq. Yana PhDga kirarmish. Ma'lum qismini ushbu bazalarni qurish uchun Amerikaga berishgan. Ular orqali Qo'shma Shtatlar musulmon davlatlarining orasida joylashgan. Axir shoshilinch gapim bor edi-da. Isroilni himoya qiladi va mintaqada Shoshilma. Har qanday gapni xotirjamlik bilan aytish kerak. Faqat ahmoq odamlargina hovliqib yuradi. Hammasini qoyillatdim deb o'ylaydi, lekin hovliqqan sari ish ortga ketadi. Eron Isroil Gaplarimni